Sizlarga bitta voqeani aytib bermoqchiman. Mani yoshligimda bitta qo'g'irchog'im bo'ladi. Qo'g'irchog'im bilan yaxshi-yomon kunimdayam har doim, har qanday holatimdayam u mani yonimda turavergan. Birga kunlarimizni o'tkazganmiz. Yoshligimda endi kichkina qizcha vaqtimda har doim qo'g'irchog'imni qo'ymasdan olaverardim. To'y bo'ladimi yoki boshqa joylar bo'ladimi, hamma yoqqa men bilan qo'g'irchog'im birga borardi. Kun kelib o'sha qo'g'irchog'imni men yo'qotib qo'ydim. O qo'g'irchog'imni yo'qotib qo'ygandan keyin rosa yig'ladim, lekin qaytib topolmadim. Rosa qidirdim, hamma joyini qidirib chiqdim. Lekin hech qayerda o qo'g'irchog'im yo'q. To'g'ri, men uni yo'qotishni istamagandim, lekin bu tabiiy hol bo'ldi. Ya'ni uni yo'qotib qo'yishimni men kutmagandim. Yo'qotaman deb ham o'ylamagandim, lekin yo'qotib qo'ydim. Xullas, yo'qotib qo'yganimdan keyin uni o'rniga menga yangi qo'g'irchoq berishdi. Yangi qo'g'irchoq bilan esa uncha chiqisha olmadim. Ya'ni yangi qo'g'irchoq menga yoqmas edi, chunki avvalgi qo'g'irchog'imga o'xshamasdi. U bilan hech qanaqa kunlarni boshimizdan o'tkazmaganmiz ham u men uchun yangi bo'lganligi uchun ham unchalik men yoqtirmadim. Lekin sekin-sekin uni yoqtira boshladim. Lekin baribir eski qo'g'irchog'im meni yuragimda qolib ketgan. Ya'ni o'sha qo'g'irchoq bilan kunlarimni ko'proq o'tkazganligim uchun o'sha qo'g'irchoq baribir xumor qilib turaverardi. Ya'ni o'sha qo'g'irchoq balki biror joydan topib olarman degan o'y-xayollarim kelib turardi, lekin hech qayerdan u qo'g'irchoq topa olmasdim. Bora-bora yangi qo'g'irchoqqa lekin o'rganib ketdim. Shunaqa. Inson nima demoqchiman bu gapim bilan? Sizlar yonlaringdagi insonni qadriga yetinglar vaqtida. Bir kun inson vafot etib ketsa yoki u inson sizni butunlayga tark etib ketsa yoki boshqa inson bilan birga bo'lib ketgandan keyin yoki sizni butunlay sizni hayotingizdan yo'q bo'lib ketganda siz juda ham qattiq afsuslanasiz. To'g'ri, siz boshqa insonni hayotingizga kirgizib olishingiz mumkin. Yoki boshqa insonlar uni o'rniga kelishi mumkin, lekin haqiqiysi baribir haqiqiy-da. Ko'pchilik yonimda-ku bu insonim, yaqin insonim deydi, dilini og'ritadi, xafa qiladi, urushadi, janjallashadi, uni yomon ko'radi, lekin uni yo'qotganidan keyin juda ham qattiq afsuslanadi. Hozir u yonimda bo'lganda bunaqa ishlar qilgan bo'lardik. Hozir u meni yonimda bo'lganda shunaqangi shirin so'zlarni aytgan bo'lardim, deyshadi. Bu sizni balki ota-onangiz ham bo'lishi mumkin. Ularni ham borida qadriga yeting. Ularga shirin so'zingizni ayamang. Balki boshqa yaqin insoningiz bo'lishi mumkin. Ularga ham bugunoq shu gapni ayting. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni hech kimga berishni xohlamayman. Yoki-da men uchun juda ham qadrlisan degan shirin so'zlarni ayting. Axir bu hayotda ular sizga g'animat. Ular sizni hozir yoningizdami? Siz demak eng baxtli insonsiz. Keyin yo'qotganingizdan keyin esa juda qattiq afsuslanasiz.